Assalomu alaykum. Echkini sutidan ichib ko'rganmisiz? Go'shtidan yeganmisiz? Boqib ko'rganmisiz? Echki necha oyda tug'adi? Nechtadan tug'adi? 10 ta echkingiz bo'lsa, yo 5 ta bo'lsa, 2 yil, 3 yilda nechtalar bo'ladi? Echki qanday narsalar bilan oziqlanadi? Obuna bo'lib qo'ying, videoni oxirigacha kuzating, albatta siz uchun manfaatli bo'ladi. Echkini suti molni sutiga qaraganda ancha foydaliroq va hazmi yengilroq. Echkilarning suti har doim foydali hisoblangan. Echkilar o'tlarda saralab eng yaxshilarini yeydi. Ko'pincha shox-shabbalarda daraxt barglarini yaxshi yeydi. Echki bilan qo'yni aralashtirib boqishdan maqsad qo'y yemagan o'tlarni echki yeydi. Echki yemaganni qo'y yeydi. O'shaning uchun cho'ponlar aralashtirib boqadi. Echkilar 5 oyda tug'adi. Go'shi qo'yni go'shiga qaraganda yog'siz hisoblanadi. Hazmi yengil, issiq, bir xillar sovuq echkini go'shi deydi. Yo'q, u ham go'shi issiq. Boqsangiz siz uchun foydali. Echkini ko'payishi juda tez va kasalligi kam. Qo'ylarga qaraganda. Nima deydi-ku? Joni qotdi deydi-ku, shunday. Qo'ylar qancha kasal bo'lsa ham indamay qolishi mumkin. Echkilar och qolsa, kasal bo'lsa baqirib haqqini